Onamga yozilgan xat. Abdur Abluz Muratjon. Adabiy tahrir Oysham Ismoil Tabassum. Bu asar 21 yoshlik bir yigitning chin yurak so'zlari asosida maydonga kelgan bo'lib, asarda bir o'g'ilning ochiq to'lg'oq gap, ming bir jafoda beqib cho'ng qilgan onasini urganligi. Bularning oilasi bilan munosabatsiz bir kishi u o'g'ilga onasini urmaslik haqida nasihat qilganda, o'g'il nasihatni anglamoqda yo'q, aksincha u kishini pichoq tiqib zaxmlantirib qo'yib, shu tufayli turmaga kirib qolganligi. Turmashidagi erkinlikdan mahrum holda o'tkazgan azobli hayotida yo'ldosh tugab ketib, yolg'iz o'g'lini beqib qatorga qo'shish jarayonida yoshligini, barlig'ini qurbon qilgan, bir umr balam deb yashayotgan qo'lga gaz va ko'mas onasiga yozgan yurak so'zlari hamda hasratli pushaymonlari aynan bayon qilingan. Bu asar kishilarimizga estetik zo'q berib qolmay, ya'ni insoniy bo'rishni to'nib yashashga undaydi. Assalomu alaykum, yuragimning parisi. Hayotimning turki bo'lgan. Men uchun bu dunyoga faqat birli bo'lib yaralgan jinim ana. Qanday ahvolingiz? Yaxshi turibsiz? Men sizning duoyingiz bilan har vaqt yaxshi turibman. Jinim ana. Meni kechirasizmi? Oldingizda to'limi xijilman. Mehribonim ana. Agar didor ko'rishib qolsak, yuzingizga qanday qarashnimi bilmayman. G'amguzorim ona. Ilgirki shu vaqtda men sizning qadringizga yetmadim. Sizni tugumas azoblarga duchor qildim. Urdim, ko'p yig'latdim. Bag'ringizni tildim. Hozir bularni o'ylasam, yuragim pushaymondan o'rtanadi. Özümni hargizmi kechiramayman. Balkim mendan ranjigan bo'g'idingiz. Jinim ana. Meni kechir. Pasibonim ana. Mendek ozg'un bolangizni chin ko'nglingizdan kechirib o'tgan qadrdonim ana. Men bu hayotni endi tushundim. Jinim ana. Bu hayotni kechikib bo'lsin tushunganimda sizga qilganlarimga bakmi pushaymon qildim. Jinim ana, sizga xat yozyapman. Mush bir satda ilgari ko'nglimda o'ylagan, ammo sizga deyolmagan, ham ikkimiz fikr almashtirishga imkoniyat bo'lmagan, shu sababdan qalbimda dog' bo'lib o'rnab ketgan ba'zi ishlarni aytib olay. Balkim bu sizning ko'nglingizni og'ritishimning sabablarini aytib beradigan jarayon bo'lishi mumkin. Ana, men sizdan dadamni so'rsam, siz o'lib ketgan degan edingiz. Necha qitim dadamning qanday o'lib ketganligini so'rashni o'ylagan bo'lsam-mu, sizning qulqingiz anglamag'achqa tafsiliy paranglashmay qilish mumkinchiligini ko'zda tutib, bu niyatimdan yongan edim. Dadam bo'lmagani bilan siz meni xuddi ko'z qarchig'ingizdan asirgandek asiraydingiz. Men azaldan sizdan ayrilib bakmagan edim. Ay o'tib, yillar o'tib, menma cho'ng bo'ldim. Bizning uy yezida bo'g'achqamikin, shaharlarga bakma havas qilatdim. Hamda shaharda yashashni orzu qilib kelgan edim. Menga pul bersangiz, bakni xushal bo'lardim. Lekin shu pullarni uyda o'zi yasaydigan o'xshaydi deb o'ylab ketatdim. Siz boshqalarning uyiga berib, kiyimlarini yuyib, uy ishlarini qilib berib kelsangiz, uyda o'ltirmading deb sizni ayblab ketatdim. Yillar o'tdi. Men bu yezidagi o'rta maktabni bitirib, shahardagi ma'lum bir oliy maktabga o'qishga qabul qilindim. Buningdan nihoyat xushal edim. Chunki shaharda yashash orzuyim amalga oshgan edi. Yana kelib darslarda natijam yaxshi bo'lg'achqa, saboqdoshlarim va o'qituvchilarimning hammasi menga omroq edi. Shundaq kunlarning birida bir necha do'stlarim yig'ilib 21 yoshga kirgan tug'ilgan kunimni o'tkazib berishni maslahatlashibdi. Shu kunki so'rinda men bilan parallel sinfda o'qiydigan Osiyam ismli bir qizmi bor bo'lib, ikkimiz tanishmasaqmi, u yana meni tabriklab kirgan edi. O'ltirishimiz shundoq ko'ngilli davomlashatdi. Ular
o'z ota-onasini undaq bay, bundaq katta xizmatchi deb og'ziga tegmay maqtashga boshladi. Shu asnoda Eliq Osiyam ismli qiz mendan ota-onangiz nima ish qiladi deb so'radi. Men nima deyishimni bilolmay diqqat turib qolgandan keyin dadam o'qituvchi, onam yezi kadri dedim. U qiz menga qiziqib qolgandek qiladi. Men mush yoshga kirguncha bir qizning menga undaq sirli qarg'inini ko'rib boqmagan edim. Shuningdek, uning qarashlaridan o'zini yo'qotib qo'ydim. Shu kundan boshlab biz kunda ko'rishib turadigan bo'ldik. Barbara ko'ngil berishib, kelgusi baxtli turmushimiz uchun shirin xiyollarni suribmi ulgurdik. Kunlarning o'tishiga ergishib, siz menga avatayotgan turmush puli xirojimga yetmagila turdi. Chunki siz avatgan pullarni o'zimdan va u qizning turmush chiqimlarini ko'tarishga ishlatdim. Buningga jeli bo'lib, oran kun o'tkazib olsam, siz men pulni bakla oz avatadigan bo'lib qoldingiz. Keyin faqatla avatmaydigan bo'ldingiz. Bir kuni u menga kelar hafta mening tug'ilgan kunim, qutlug' kunimni yaxshiroq o'tkazib berasiz? Bo'lmasa sizlarning uyga kirayli, shu bahonada onangiz bilan ko'rishib qo'ymamdim degan edi. Va shu hamolla ma'qul devatdim. Men uning tug'ilgan kuniga sovg'at edish uchun sizdan pul so'rg'ili yezidagi uyimizga kirdim. O kuni siz uyda yo'q ekansiz. Qo'shnilardan so'rsam, sizni doktorxonaga ketdi dedi. Og'rib kelib doktorxonaga ketgan bo'lsangiz, yeningizda pul bo'lishi natayin edi. Men shularni o'ylab, doktorxonaga bormayli maktabga qaytib ketdim. Pul masalasini hal qilish uchun keyingi hafta berib o'taman deb bir og'inamdan 100 yuan qarz oldim. Va bu pulning 50 yuaniga chiroyli bir dasta gul setib oldim. Qolgan 50 yuaniga bir dona to'rt idishni ko'nglimga pukib yurib ketdim. Bu tug'ilgan kunni qo'ldan bermasligim kerak edi. Chunki bu uning ko'nglini ufitib, o'zimga haqiqiy moyil qila oladigan eng yaxshi fursat edi. Uni shu qadar yaxshi ko'ratdimki, hayotimda u bo'lmasa yashamaydigandek his qilatdim. Atigandan tushkish tujubilab yasinib, tug'ilgan kun ziyofatiga japtunib, xuddi o'zim bugungi so'rinning alayda mehmonidek yoki choy ichkiziladigan yigitdek intayin ko'ngil qo'yib japtundim. Saqalimni elib, oyog'imni maylab barqiratdim. Ondan bu ziyofatga chaqirilgan, men yasanib bo'g'ichi yotqanda paranglashib o'ltirgan bir necha do'stimni boshlab, Osiyam uchun olgan gulni ko'tarib eshikdan chiqdim. Maktab darvozasi oldiga chiqishim bilan sizga ko'zim tushdi. U yerda meni saqlab turganligingiz aniq edi. Lekin do'stlarimning oldida sizni ona deb chaqirishga jur'at qilolmadim. Chunki oldin qitim ularga onam o'qituvchi deb qo'ygan edi. Shuning uchun do'stlarimning oldida yuzim to'kilishdan ansirab, yeningizga bormayla o'dil men yevadim. Sizni ko'masga selib o'tib ketayotganligimni tushunishingizni shu qadar umid qilatdim. Ammo qarabmi qo'ymay ketayotganimni ko'rib, ismimni chaqirdingiz hamda men tarafga kelishga boshladingiz. Buni ko'rib huduqib ketdim. Agar do'stlarimning oldida meni balam deb qolsangiz, yolg'on so'zliginim oshkorlanadi-da, yuzim tushib ketadi. Shularni o'ylab, sizdan teximni yiroqlab ketish maqsadida yana tezroq ma'lum. Lekin siz yugurib kelganingizcha qarshilik qilib, o'zimni qochirganimga unimay meni bag'ringizga bosdingiz va jinim bola deb mangzimga so'ydingiz. Men ansirgan ish oxiri yuz berdi. Bu hol mening g'ururimni va izzatimni yerga urdi. Shunaqdimi mening tanbagim kelmadi. Shuni ularga sizni mahallamizdagi sarangda tanishtirdim. Ondan bu yerdan tezroq ketishga tamshaldim. Lekin siz qo'limni tutulib qo'yib bermadingiz. Hamda bola uzun bo'ldi, uyga muborakda. Seni bek sevgandim. Bugun demlish kun bo'lg'achqa ko'rishib ketay deb keldim. O'qdan turdingmi jinim bola? deb mendan ahvol so'radingiz. Do'stlarimning hammasi ko'zlarini chakchaytib ikkimizga qarab turadi. Men o'ng'aysiz ahvolni o'chash uchun "Acha, meni xato tushunib qoldingiz. Men sizning bolangiz emas" dedi. Siz odatda kishilarning paranglarini normal anglayolmaydingiz. Odatda sizga maqsadimni uqtirish uchun varqirab turib gap qilatdim.
Şuna odatdagicha ovozda qilgan gaplarimni anglayolmay, ko'zingizdan chimchiqiltib, quloqingizni menga yiqiroq aytkeldingiz. Ham Bala, çıngıraq gap qila, anglayammi deb. dedingiz. Acha, bu og'inam. Dedi yenimdagi do'stimdan biri sizning gaz ishkanligingizdan tanlagandan keyin. Meni xato tunib qoldingiz. Men sizning bolangiz emas, dedi. Uni xato tunib qopsiz. Bu gapni anglab, shu hamon chiroyingiz tatirib, ko'zlaringizga g'illidi yosh keldi. Va yig'i orlash Said ovozda Yaqay, xata tanımadım. Sen mening balam Abduvali. Sen bir tallı jigar barim tursan, qandaq siga xata tanıp qalaman bala. deb yuzlarimni silladingiz. Men qo'lingizni ishtirib o'tib, bu yerdan ketishga tamshardim. Lekin siz belikimga yepishqiningizcha taramlab to'kilib ketdingiz. Mangzingizda bo'ylab eqiyotgan yoshlarni ko'rib, yuragim etishdi. Biroq do'stlarimning oldida bundoq sharmandachilikka yo'l qo'ysam bo'lmaydi. Shung ularning oldida sizni bir shapodoq urdim. Ham Qandaq sarangsan? Men sening bolang emas degandek yo'qolsang bo'lmamdi. dedi. Çıngıraq gap qilgin ha balam. Qulqumning yaxshi anglamaydiganligini bilsan-ku. Dedingiz siz menga teg'imi yaqin kelib. Xeyli ko'p odam bizga qarab turadi. Yo'ldan o'tib ketayotganlarma jiqqida odamning yig'ilib qolganini ko'rib, qiziqsindi bu yoki shundoq bir o'zal bo'lish peshonamga tutilganmi? Ish qilib hammasi chakchagini chiqarishib o'tib ketib boradi. Siz bo'lsangiz texchi belgimga esilib turadingiz. Birdilla ochig'im mingamga tapdi. Shu an sizni zarbi bilan ishtirib etdim. Siz yiqilib tushdingiz va buqildab yig'lab ketdingiz. Men ketmoqchi bo'lib, endi bir qadam erishimga yenimizda egiz bo'yliq bir odam paydo bo'liblar. Ay odam emas, tug'ib bir cho'ng qilgan onang nemish qursa, o'z onasidan tangan qaysi hayvondan nasldan sen? deb oldimni to'sdi. Uning bu gapi bilan uyatlik yerim ichilib qolgandek beharom bo'lib ketdi. Do'stlarim hammasi hayronlik eligida bizga qarab turadi. Men u kishining yuziga kelishtirib bir mush urdim. Endi bu ishning yo'shilg'idek yerimi qolmagan edi. Shunga u odamga davaylab turib, Ursam o'zimning onasini urdim. Sening nima karam? deb barqirdi. Shu gapim chiqishi bilan atrofda qarab turganlardan bir nechasi yo'pirilib kelib, meni qor qo'yaq urib ketishdi. Ular ko'p bo'lg'achqa qutulishga kuchim yetmadi. Birga chiqqan do'stlarim menga yordam qilmoqda yo'q, aksincha ko'zlaridan nafrat yog'dirib bir chetda qarab turishdi. Shu chaqda siz ularga esini bilib, Boldu urmaqla, oğlumni urmaqla, qo'yib beringla. deb yelinishga boshladingiz. Lekin ular hech gap yeydigandek qilmaydi. Oxiri tayoq chidamadim. Har vaqt yenimdan ayrimaydigan yiliq qizil dastalik pichig'imni chiqarib, ularning orasidan birsiga tiqib etdim. Hayvatlik chirqirgan ovozni butun jahonga yangirtib yetib kelgan soqchi mashinasi meni yarlanquvchini va yana 2 nafar guvohchini Jehi idorasiga ib ketdi. So'roq jarayonida men orada bo'lib o'tgan ishlarni to'liq so'zlab berdim. Ular meni kichik bir kameraga solab qo'ydi. Kameraning ichi bakla tor ham sovuq bo'lib, kishiga xuddi o'ngiriga kirib qolgandek tuyg'u beradi. Bu yerdan tezroq chiqib ketishni orzu qilgan siri sirtdan hech bir uchur kerak demaydi. 4 kun bo'lganda men zaxmlantirgan hiliqi odamni o'lib ketibdi deb xabar keldi. Shuning bilan mening masalam sudga yo'llab berildi. Sud meni 16 yillik muddatli qamoq jazosiga hukm qildi. Bu yerda erkinlikdan mahrum edim. Eng muhimi yiroqni yaqin, yo'qni bor. So'g'uqni issiq berib holimdan xabar oladigan siz yo'q edingiz. Janob ona, mana endi qadringizga yetdim. Mana endi sizga qilganlarimga minglarcha pushaymon edim. O'ydagi vaqtimda mening ismim jinim bolam Vali, tatlı balam Vali edi. Biroq hozir ismim 4-numar. O'ydagi vaqtda tamoq atsangiz go'shtlarim mening, yaxshisi mening edi. Biroq bu yerda men odatiy yaratmaydigan,
kunlab och qolsammi yegim kelmaydigan tomoqlarni amalning yo'qidan majburiy yeyman. Jinim ona, sizni shunchalik sevindim. Yezamni sevindim. Sizdan ayrilib, xuddi ruhim tenimdan chiqib ketgandek, yuragimni birsi sug'urib elib olgandek bo'lib qoldi. Yashavaman ona, sizdan ayrilib yegani beti, qonda bo'g'ishlangan qushdek, egiz lalma ishdek yashavaman. Ne kadar ig'ir kunda ishganligimni bir bilsangiz jinim ona. Sizdan yana bir qaytim kechirim so'rayman mehribonim ona. Meni kechiring. Jazo muddatim to'shib qaytib chiqsam, cho'qim o'zgarib yaxshi odam bo'laman. Mendan og'rigan ko'nglingizning jarohatini bolalik mehrim bilan parvishlab saqaytib, holingizdan bir umr yaxshi xabar olaman. Agar fursat bo'lsa, jamiyatimizdagi barliq yoshlarga ota-onanglarni hargiz qaqshatmanglar. Ular sizlarning baxtinglar uchun ter to'kkichilar, sizlar uchun qurbon bergichilar. Shu ularni asranglar, qadrlanglar. Hargiz menda quruq nom obro'y qo'g'lishib ularning dilini ranjitmanglar deb tavsiya qilaman. Jinim onam, bu xitimni ko'rib bo'lib, cho'qim o'qituvchimga topshirib bering. U bu xatni savoqdoshlarimga o'qib berib, ibret tarbiyasi qilsin. Bu ishlardan xabar topgan barliq kishilar mendan ibret olsin. Sizni Allohga topshirdim yolg'izim ona. O'zingizni asrang. Xayri xush.